Me'roj kechasi qachon? 15-yanvardan 16-yanvarga o'tar kechasi Me'roj kechasi hisoblanadi. Rajab oyining 27-kechasi. Mana bu kechada 5 mahal namoz bizga farz qilindi. Avval 50 mahal bo'ldi, keyin 5 mahalga qisqartirildi. Demak, Me'roj kechasida xossatan ma'lum bir ibodatlar yo'q. Har kun, har doimgidek, ya'ni tunni bedor qilish bor, xohlasan Qur'on tilovat qilasan, xohlasan tasbih, zikr, istig'for, xohlasan nafl namoz. Lekin xossatan 20 rakat, 30 rakat, 40 rakat namoz o'qish kerak degan joy yo'q. Demak, Me'roj kechasi qachon ekan? 15-yanvardan 16-yanvarga o'tar kechasi, ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kechasi. Me'roj kechasi qachon? 15-yanvardan 16-yanvarga o'tar kechasi Me'roj kechasi hisoblanadi. Rajab oyining 27-kechasi. Mana bu kechada 5 mahal namoz bizga farz qilindi. Avval 50 mahal bo'ldi, keyin 5 mahalga qisqartirildi. Demak, Me'roj kechasida xossatan ma'lum bir ibodatlar yo'q. Har kun, har doimgidek, ya'ni tunni bedor qilish bor, xohlasan Qur'on tilovat qilasan, xohlasan tasbih, zikr, istig'for, xohlasan nafl namoz. Lekin xossatan 20 rakat, 30 rakat, 40 rakat namoz o'qish kerak degan joy yo'q. Demak, Me'roj kechasi qachon ekan? 15-yanvardan 16-yanvarga o'tar kechasi, ya'ni payshanbadan jumaga o'tar kechasi.